O'zbekiston musulmonlari idorasining ma'lum qilishicha, kelayotgan juma, ya'ni 28-noyabr kuni O'zbekistondagi barcha masjidlarda yomg'ir so'rab istisqo namozi o'qiladi. Guvohi bo'layotganimizdek, bir necha kunlardan buyon poytaxt Toshkent va viloyatlarda ham chang g'uborli ob-havo saqlanib qolmoqda va ayni vaziyatni yaxshilash uchun qator ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilda kuz fasli yomg'irsiz o'tayotgani, kelgusi kunlarda ham yog'ingarchilik kutilmayotgani, yomg'ir esa rizq-ro'z, mo'l ko'lchilik omili ekani e'tiboridan O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari tashabbusi bilan 2025-yil 28-noyabr kuni juma namozidan keyin yurtimizdagi barcha masjidlarda Alloh taolodan tavba-tazarruh istig'for ila yomg'ir so'rab, jamoat bilan 2 rakat istisqo namozi o'qiladi deya xabar berdi idora. Shuningdek, viloyatlar, tuman shaharlar markaziy masjidlari va ziyoratgohlarida jonliqlar so'yilib, yordamga muhtoj oilalar, yetim yesirlar, beva bechoralar, miskinlar, boquvchisini yo'qotgan keksalarga tarqatiladi.